Anas, men 5 millionni tepasida qo'y olaverib zerikdim. Menga 4 millionni pastda ham chiqargin. 3,5 pastda ham chiqargin degan obunachilarimizga xudo xolasa bugungi 80 bosh barra variantidan yetib keldi. Assalomu alaykum. Anas Blogger kanalining ashaddiy obunachilari. Bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlar, chorva ishqibozlari, mana shunday barra, qo'zi ishqibozlari. Akalar, bugun hafta kuniga inshaalloh shanba 26 mart sanasida biz hozirda Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'ondan Hasanboy ukamizni mini fermasiga kelganmiz. Bularning ma'lumotini chiroyli qilib o'zlari yoritib beradilar. Hasan aka kavaldingizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat do'st. Hasan aka bugungi barrani o'ta tiniqlarini bo'ladigan, zotga tushadigan, o'sha boqib maza qiladiganlarni hoji akalarimizga yetib keldi. Bittadan like bosib tursa bo'ldi hoji akalarimiz. Hoji aka like bosib qo'ying, videoni zo'r chiqarib bunga. Akalar, like ni mixlab, tirs deb yurashani bosib turasizlar. Narxini ham men sizlar uchun tortishaman, o'ta yengil, chiroyli bo'ladi. Bular qachon yetib keldi Hasanboy? Bularda kelganiga 2 kun bo'ldi Hasan aka. Yebishlari sinovdan o'tdi. Inshaalloh yetib borgandan keyin bir hafta sinov oshiradi. Yoshlari qanaqa bo'lardi? Yoshi 3-4 oylik atrofida, ag'vag'ida. 3-4 oylik atrofida. Hop, soni nechta? Birinchi partiyaga 30 dona Hasan aka. Hammasi qo'chqormi? 60% qo'chqor. 60% qo'chqor. 40% so'liq. O'zidan o'zi ko'payiraveradigan, o'zida mana siz olasiz, guldan keyin 30 tangiz 100 ta bo'ladi, hurmatli obunachilar. Sinovdan o'tdi yeb ichishlari. Oyliklari 3,5 oylik, 4 oylik atrofi. Yana sinovini berasiz. Yana bir hafta sinov olsa, o'ylanmasdan. Hop, nima deymiz narxini? Bularning narxini Hasan aka 3 million 800 ming so'mdan dastlabkasi. Men hozir 3 million 500 ming so'mdan pastda qo'yadi deb o'ylab edim. To'g'ri, mashq qo'zilarni mana videoda ko'rayotgan bo'lsa, hurmatli obunachilar, mana shunaqa qo'zilar 42, 43 4,5 ham qo'yilyapti. To'g'risida. Yo, 5 ko'rmam, 4,5 misol uchun sheriklar chiqaryapti, mana shu qo'ylar bo'lyapti Hasan aka. Zotga tushadi, mana shu qo'ylar katta bo'lar. Bu kallagari bo'lsa quloqlarni ham ko'rsatib qo'ysin. Bo'ldi, qo'yavering. Qo'yda haqiqiy sonlar, mana sariqlar. Bitta o'tishini ko'ring, hurmatli obunachilar. Ha, shu arkadagi sariqni ham dollarga qo'ysak bo'laveradi Hasan aka. Yo, bizda dollar 3,5 ham yo'q deb men obunachilar shuni tortishib qo'ydim. Bunday qilamiz, qarang, 3,5, 36, 37 emas. 3 million 400 ming so'mdan. Hoji aka like bosdingizmi? Ikkinchi partiyaga 3,5 pastda qo'yib chiqaraman, lekin bularni 3 million 600 dan dastlabkasini Samarqandgacha qilib beraman. 3 million 400 ming so'mdan Toshkentgacha qilib berasiz. Samarqandgacha yo'l kiraga yordam berishadi. Men o'sha obunachilar, yo'y. Bittadan like bosib tursa, ikkinchi like bosishadi. Sraz video chiqadi. Meni videomda kanalimda xudo xolasa 1 soatda tugaydi. 3 million 400 ming so'mdan soni nechta dedingiz? Soni 30 bor. Soni 30 taga 3 million 400 ming so'mdan pul sanashadi. Toshkentgacha, Samarqandgacha dastlabki yordam berishadi. Bo'pti, qarang, 3,5 million so'mdan ketaverasiz. 3 million 400 ming so'm. Biz oldim 3,5 ni pastda ikkinchi partiyaga bundan yirik qo'ylar chiqarib beraman Hasan aka. Yo, siz shuni chiqarib beravering 3 million 400 dan. Hisob chiqmay qoladi Hasan aka. 3,5 milliondan xursand bo'lib like bosganmiz. 3,5 million so'mdan O'zbekistonda 12 kilo emas, Samarqandgacha qilib beraman. Bor aka. Ana hurmatli obunachilar, 3 million 500 ming so'mdan yirik. Bunaqa hali O'zbekistonda bo'lmaydi ham Hasan aka. Narxi yengil bo'ldi akalar. Videoga ko'rayotgan bo'lsalar, akalar chiqyapti. 4 million 200, eng kami 3 million 800 ming chiqyapti. Lekin ularni men o'ylayman, bunaqa qo'zi bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Hurmatli obunachilar, qo'zilar yaxshi. Sizdan like urib turing. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna tugmachasini bosing. Eng arzoni faqat Anas Blogger kanalida bo'ladi. Hasan aka videoni oxirigacha ko'rib like bosgan o'ta olasiz. Like bosib tursa, ikkinchi partiyaga 3,5 ni pastida bundan yaxshi qo'ylar chiqarib beraman. Gap. Bundan yaxshi qo'ylar 3,5 ni pastda chiqadi. Hurmatli obunachilar, bitta sharti bor, like bosish kerak obunachilarga. Like bosib
yurakchani tirslab turishadi. Biz yana ketdik ikkinchi partiyaga. Mana akalar, ikkinchi partiyamizga soni 38 bos ana son aka qo'yiladi, ko'rib tursiz. Bitta ko'rsating obunachilarga. mana hurmatli obunachilar, Kerak bo'lsa narigilardan yirik to'rmatarib shuga. narigilardan yirigi ham bor, maydasi ham bor. Misol uchun mana monosi mayda. Bo'lsa bir Yirik. 10 ta bor ana son aka shunisidan. Yiriklari ham haqiqatda o'ta yirik. 8 ta ham doralik O'ta yiriklardan bor ekan, maşallah. Bu qo'ydi. O'zini chiqarsam 4,5 ustida chiqaraman. Odam etlab bo'lmayapti. Maşallah. Bu qo'ydi qara. Mo qarang o'zi o bilinib turibdi-yu. Qo'yvaring. Pastda chiqaraman. Qo'yvaringchi. Oo, qo'ziladi. Bozorda 5 million so'mga bermaydi Hasanboy. Ana son aka ash qo'ydi. Soni nechta dedingiz? Soni 38 bor. Soni 38 bosh. Bularni ham o'sha aytgandek 60% qo'chqor, 40% so'z. O'zidan o'zi ko'payuradigan variantida. Hurmatli obunachilar, bular ham ichida 3 dona sarig'i, qolgani qora kashtani. Lekin bo'ladigan narsalar ana son aka. Yosh oyligi bo'ladi. O'sha 3-4 oylik atrofida ikkalasi bitta. 3-4 oylik ikkalasi bitta. Pakilana qilinmagan ekan-a. 2 Mo'ladan ko'rsatib qo'ying ana son aka. Hurmatli obunachilar, mashallah kashtandi ham haqiqiy kashtandan ekan. Xo'p, nima deymiz? Yebichi sinovdan o'tdi. Bularni ham sinovini bir haftaga beramiz. O'ylanmasdan. Xo'p, nima deymiz? Narxini bir yerga. Narxini videoni boshida aytdim ana son aka. 3,5 da pastda chiqaraman dedim. Aha. 3 million 400 ming so'mdan chiqarib bersam xursand bo'lasizmi? Samarqandgacha 3 million 300 ming so'mdan sizdan arzani yo'q deymanda, men ham sizni brendlar qatoriga qo'shib qo'yaman. 3 million 300 ming so'mdan 38 ta dedingizmi? Ha. 38 tasini barini olganga 3 million 300 ming so'mdan Samarqandgacha babbaraka qo'ldi bering. Ana son aka 3 million 300 mingdan bunaqa qo'ydi hali chiqarib bermaydi. O ash qo'yladi, men ko'rsatdim o'sha. Ash qo'yladi. Endi u o'sha 5-6 ushaganingizda endi o'ziga 3 million 300 maydasi ham bor-da. Maydasi bor, 8 ta bo'lsa 8 ta delik 30 tasi yirik ana son aka. Bo'ldi. Kelib ko'rib olsaveradi. Bo'ldi. Like sira tashlab berasiz. Nabonda kelolmaydigan odamlarga Telegramdan videolarini qilib tashlab berasiz. Yoqqanini 3 million 300 ming so'mdan, 3 million 300 ming so'mdan Samarqandgacha dastlabki siz bo'yningizda ketdi babbar. Siz gapdan aytdim 3,5 pastda chiqaraman dedim, to'g'rimi? 3,5 pastda deb turib, ana son aka 3,5 pastda deb turib 3,5 pastda qo'y chiqaryapman, to'g'rimi? Aha. 3,5 pastda chiqarib beraman. 3 million 400 ming so'mdan dastlabki. 3 million 300 ming so'mdan. Qo'y qo'lni sindirib olasiz. 3 million 300 mingdan. Zalga ishlaydi qo'l. Zalga boraman, men aqlim. Zalga borgan odam o'tiravermash kerak. 3 million 300 ming so'mdan ketdi. Qo'lingiz ombirak ana son aka 3 million 400 dan ketaversin, qo'lni qismasdan gapiring, qo'l sinadi. Hop, qo'lni bozorda ham chidaysiz. Bozorda qo'lingiz uzyapsiz yelkangiz. 3 million 300 ming so'mdan babbar aka. Bo'ldi, xursandmiz. 3 million 300 ming Samarqandgacha babbar aka. Hurmatli obunachilar, 3 million 300 ming so'mdan shu qo'yni olmasangiz yana bilmadim. Siz qo'y olmaysiz. Agar 3 million 300 ming so'mdan realni shu qo'yni olmasangiz, siz bilaman siz qo'y olmaysiz. Son aka, Tavsiya qilaman, aloqa chiqing. 12 soat telefonlar aloqada. 24 soat aloqada. Hop, tanlab olsa misol uchun o'rtasidan bo'lib olsa ham 3 million 300 ming so'mdan optin narxda kelib tanlab olishaman deb shunda eshik ochishadi. 10 ta chiqsa eshikdan shunda chiqqani ham 3 million 300 ming so'mdan ketaveradi. Lekin oyog'idan tortib men 10 ta tanlab olaman desa, unda qanaqa bo'ladi? Unda plus minus bo'ladi, qo'shiladi son aka. Xuddi qo'shiladi. Lekin o'zingizga yoqmagan maydasidan chiqarib ber desangiz 2 million 900 ming so'mdan ham hurmatli obunachilar Chiqarib beramiz. 10 tagacha chiqarib beraveramiz. bilan son aka, sizni kanalingizdan telefon qilish kerak. Obuna bo'lgan bo'lish kerak uning uchun. Obuna bo'lgan bo'lish kerak. Anas blogerdan telefon qilyapman desangiz 2 million 900 ming so'mdan 10 tagacha qo'chqor desangiz, qo'chqor, soliq desangiz, soliq chiqarib berishadi. Biz sizda olmagan odam xato qiladi. Men o'zim ham tavsiya qilaman. 3 million 300 ming so'mdan ola halqim bo'lib ketdi. Hurmatli obunachilar, jungini oldirib, bular ham sutga o'ta to'ygan variantdan ekan. Biz ketkazgan vaqtlarga uzr so'raymiz, hurmatli obunachilar.
Ko'rgan odamlar, obuna bo'lmaganlar, bittadan like bosib, obuna tugmachasini bosib qo'yaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Qo'y tugadim, bo'ldimi? Qo'y tugadi. Kanalga obuna bo'lib tursa, bundan narx qulay, bundan arzon, bundan sifatli, bundan zo'r qo'ylar chiqarib beraman. Kanalga obuna Xudo bo'lib. xolasa, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar, like muhlab qo'yasizlar. Eng arzoni faqat Anas bloger kanali. Anas bloger kanalida o'lar. Kanalni qo'ygan uchun like dirsilatib ko'rasizlar. Mashalloh, men qo'y chiqadi, qarang.